Sotuvda deb e'lon berilgan. Kimdan oldingiz sotuvda deb? Reklamada ko'rib qoldim-da. O'zi buni 3 yildan beri shundoq qilyapti, sotilmagan, bir-biriga anaqa qilishi mana shuna buzg'unchilik qilib yotibdi. 7 marta sudga berganda ham endi sud bu uyni umuman sudga bermaydigan qilib chiqarib bergan. Hozir bu o'zi sotishga haqqi bormi yo'q? Umuman haqqi yo'q. Keyin sotib olganingizdan keyin meni ham bu uyda ham sudga ham berib ola olmaysiz. Nima muammosi bor opajon? Ana u qaynukalarim qarz uchun uni familiyasiga o'tkazib bergan, ular sotdi, mana shunda bizni bolalarimizni urib tashlashdi, mana shunda qilib tashlashdi. Bu 4-marta qilish, eshikni buzish. Biz endi 20 yildan beri turamiz, mana kelin bo'lgan uyim qaynota tashab ketgan. Zo'ravonlar kelmam bundoq qilib yotdi, qonunga ham qaramayapti. U 150 ta odam o'tgan yil yozga keluvdi, 2 yil oldi. Olmadi, mana shu bizga propiskamiz bor. Familiyamizga egalik huquqini olishga bosh to'lov, bizga pulimiz yetmayapti degdi, ketuvdi. Bu o'zini qarindoshlari mana shunday qilib yotib, men sotib oldim qilib. Hozir oxirgi men 7 marta sudga berganmiz, oxirgi sudga endi bu uyda umuman sudga bera olmaydigan qilib oliy sud chiqarib bergan. Bu uy sotib bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, sotib bo'lmaydi. Ana bo'lib ketadi. Oxirgi keyin siz ham sudlashasiz men bilan, sudga berganingiz bilan bu uyda endi sud qabul qilmaydi. Bekorga. Ha, men ham endi egalik huquqiga hozir anaqani olaman. Bekorga anaqa pulingiz kuyadi, asabingiz buzadi. Keyin yana men sizni militsiyaga beraman. Men kasalimni davolab berasiz. O'zi qo'rqib ikkita bolani mana shunaqa 3 yildan beri mana shu qonunni buzib kelib bizga anaqa qilib yotibdi-ku. bolalar parrok bo'lib qoldi qo'rqitishgandan, urishganidan. Bu kim to'laydi buni? Siz shunda maklermisiz? Maklerman. Shu mana shu maklerlar mana shundoq qildi-da, o'zlari ham makler, bu kelib janjal qilganlarni o'zi. Oddiy odam olmaydi. Bitta kvartiraga 800 ming to'layman, siz uyni ko'rib keyin pul beradi. Uyni pulini sirazi bermaydi. Uyni ko'rmasdan turib uy bermaydi. Bular shallaqlik qilib, shantaj qilib bizni kasal qilgani qoldi. Mayli, yaxshi advokatlar menga ham uchrab qolar, hamma joyga men ham reklama berdim. Meni ham haqqim, 2 bolam haqqini himoya qilaydigan topilib qolar. Nasib. Spravkadasiz bu yerda? Ha, postoyanno turamiz. Keyin sudlasha olmaysiz, shu bu uyni zapretga qo'ygan, sudga berganingizda ham sud qabul qilmaydi bu uyni anaqasini, ko'rmaydi bu ishni уже. Shunaqa.